Xitoydan kirib kelgan yangi oyoq kiyimlarimiz sizlarga hozir obzor qilib bermoqchiman. Qizijonlar, qaranglar, qanaqa neobычный modelda olib kirib qo'yganmiz. Narxlarni ham hamyonbop qilib skidka qilib qo'yib yuborganman. Sразу aytaman narxini o'rtalab premium kачествоda kirib kelgan oyoq kiyimimiz ham klassik, ham sportivniga tushib ketadigan, aynan bahorga kiysanglar bo'ladigan obuvlarimizni 99 ming so'm ko'rmoqchiman. To'g'ri, bu 99 ming, 119 ming yoki 79 minglik skidkalarimiz sizlarga уже skidka emasdek ko'rinishi mumkin, lekin arzirli skidka bo'lsa, turishini ko'rasizlarmi? O'zi Xitoydan boshqa zakaz uradiganlarni mundoq hisoblab ko'rsanglar 150 ming, 200 mingga yaqin keladi. Mana shu kargo pullari, hamma narsa qo'shilib bitta dona zakaz ursanglar. Lekin sizlarga даже o'sha Xitoydan kirib keladigan narxidan ham arzon qilib 99 mingga skidka qilib chiqarib beryapmiz. Har xil rasvetkada, har xil assortiment olib kirib qo'yganmiz. Kelib bittalab ko'raveramiz. Aynan men o'shagan modeldan qora rangi boshqacha model, уже miu modeli e'tibor berasizlar. Hamma modellarimiz har xilda. Mana model ranglari, mana bularni qaranglar. Yaltirashini oq, bejuvisi, och bejuvi, xullas to'q bejuvi har xildan olib kirganmiz. Mana bu rangini qaranglar. Qanaqa assallar qizlar. Vau, mana bu yerda ozgina broshkasi ham qo'shilgan rangi. Chetlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Razmerlari 36 dan 40 gacha olib kirib qo'yganmiz. Rasvetkalarni ko'raverasizlar. Endi mana buni bitta ko'rsatib yuboray yaqindan. Uchun shunaqa asal ishlab qo'yishibdi. Xullas 99 ming so'mga har xil rasvetkadagi krossovkalarimizni olib ketaverasizlar o'rtoqlar. Xohlasanglar dostavka qilib chiqazib beramiz. Xohlasanglar kelib olib ketaverasizlar. Xullas kelib olib ketmoqchi bo'lganlar uchun bizning lokatsiyamiz Sergelida joylashgan. Shois deb yozasizlar navigatorda ham Yandexda ham. Dostavka qildirmoqchi bo'lganlar uchun zakazni faqatgina Telegram kanalimiz orqali olamiz. Telegram kanalimiz esa kanalimiz profilimiz silkasida, shapkasida.